ortodontiyada diagnostika etapi juda ham muhim etap hisoblanadi. Ya'ni bu etap hech qanaqasiga davolashda tushirib qoldirilishi mumkin emas. Agar sizda mana shu etap tushib qoladigan bo'lsa, demak katta ehtimol bilan davolash tugallanishi muvaffaqiyatli bo'lish ehtimoli pasayib ketadi. Endi boshlagan ortodontlar uchun diagnostika ko'p holatlarda juda ham qiyin tuyuladi. Chunki shaxsan o'zim uchun ham xuddi shunaqa diagnostika etapi qiyin tuyulgan. Birinchi bo'lib bu bir nechta usullar, u yoqda 10 dan ortiq, balki 20 dan ortiq diagnostika qilish usullari bor. Og'iz ichida rentgen diagnostika, undan tashqari model diagnostikalari. Mana shu diagnostikalarni hammasini o'qigan vaqtimda boshimda shunaqa bir katta bir nima deydi, aralash-quralash narsa paydo bo'lgan. Lekin hozirgi kunda yana ham mana shu diagnostika usullari yengillashtirilgan, osonlashtirilgan, shunaqa zo'r applar, ya'ni kompyuter yordamida shunaqa maxsus sun'iy intellektlar yaratilganki, bizani ishimizni osonlashtirib beradigan. Siz shunchaki mana shu ortodontiyada qaysi o'lchamni bilmoqchisiz? Yuqori jag' yoki pastki jag' holatini, yuqori va pastki jag'ni o'zaro munosabatini bilmoqchimisiz? Mana shularni bilib olsangiz, shuni o'zi yetarli. Chunki qachonlardir men ortodontiyada diagnostikani o'rganganimda mana shunaqa sun'iy intellekt yordamida o'lchash deyarli mavjud emas edi. Bo'lsa-da, bizani O'zbekistonda dostupni emas edi. Hozirgi kunda bu har bitta har qanaqa telefonga bu sun'iy intellektni yuklab olishingiz mumkin va bemalol telefon yordamida diagnostikani o'tkazishingiz mumkin. Xo'p, diagnostika etapida siz nimalarni bilib olasiz ortodontiyada? Birinchi navbatda patsient sizga murojaat qildi, siz ularda skletalniymi yoki dentalniy keysmi? Ya'ni og'iz bo'shlig'idagi holati skletal darajadami yoki tish alveolar darajasidami? Mana shu narsani aniqlab olasiz va bu narsani aniqlash siz uchun keyinchalik kelajakda prognoz qilish uchun, ya'ni davolashni prognoz qilish uchun, natijani prognoz qilish uchun juda ham muhim hisoblanadi va albatta patsientni mana shu prognoz bilan tanishtira olish imkoniyatini sizga beradi. Diagnostika etapida siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan eng muhim jihatlardan biri bu bizada 3 ta yo'nalish bor. Ya'ni jag'ni 3 yo'nalishda o'sishini va qanchalik o'sganini aniqlab olish. Birinchisi bu sagital yo'nalish, keyingisi transversal va albatta vertikal yo'nalishdagi o'sishlar. Mana shu 3 yo'nalishda siz bemalol diagnostika etaplarida aniqlab olishingiz mumkin patsientning jag'i va tishlari qanchalik rivojlanganini. Endi ko'p holatlarda biz ishlatadigan rentgen diagnostikalaridan biri bu ortodontiyada sefalometriya rentgeni hisoblanadi, ya'ni TRG. Sefalometrik rentgenda biz bir nechta avtorskiy usullar yordamida yuqori va pastki jag'ni kalla asosiga nisbatan, yuqori pastki jag'ni bir-biriga nisbatan qanchalik o'sganligi, o'smaganligi yoki qo'shimcha ravishda ko'proq o'sib ketganligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari siz albatta sefalometrik rentgen yordamida patsientingiz hali qanchalik o'sishga potensiali borligini, ya'ni o'sish yoshi necha yoshgacha bo'lishi mumkinligini ham aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Hozir men sizga oddiygina bitta usul yordamida qanday qilib sagital yo'nalishda patsientni yuqori va pastki jag'lari o'sgan yoki o'sishdan orqada qolganligini aniqlash usulini o'rgatib beraman. Bu oddiygina SNA usuli hisoblanadi. Bu usulda biz kalla asosiga nisbatan yuqori jag'ni o'sgani va kalla asosiga nisbatan pastki jag'ni qanchalik to'g'ri yoki normada o'sganligini aniqlash va albatta o'zaro yuqori va pastki jag'ni bir-biriga nisbatan qanaqa burchakda joylashganini, ya'ni sagital yo'nalishda qanaqa o'sganligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Va hozirgi kunda ortodontiyadagi diagnostika umuman qiyin emas degan bo'lardim va buni o'rganish uchun sizdan shunchaki hafsala va bir necha kun talab qilinadi xolos. Va mana shu kun davomida siz o'rgangan bilimlaringizni butun umringizga va butun tajribangizga qo'llashingiz mumkin bo'ladi.